Jeki Chan o'limiga qanday tayyorgarlik ko'rmoqda? Bu haqida bilarmidingiz? Hozirgi videoroligimiz aynan shu haqida. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Afsonaviy aktyor va kaskadyor Jeki Chan hayot va o'lim haqidagi fikrlarini bayon qilar ekan, u allaqachon bu dunyo bilan xayrlashishga tayyorgarlik ko'rganini ma'lum qildi. Chan bu haqda Pekinda bo'lib o'tgan Kutilmagan oila filmining premyerasida so'zlab berdi. Aktyorning aytishicha, u xayrlashuv qo'shig'ini oldindan yozib qo'ygan va bu trek faqat hayotdan ko'z yumganidan keyin taqdim etiladi. Jamoam bu qo'shiqni tomoshabinlar va yaqinlarimga xabarnoma yetkazish uchun tayyorlab bergan, deydi u. So'nggi yillarda Jeki Chan ko'plab do'stlari va hamkasblarini yo'qotgan. Har bir xayrlashuv unga hayotning boqiy emasligini eslatadi. Odamlar ertami-kechmi qariydi va vafot etadi. Bu jarayon tabiiydir, deydi Chan. Shuningdek, u o'zining Weibo akkauntida tez-tez vafot etgan hamkasblari xotirasiga bag'ishlab postlar joylashtiradi. Hozir mening Weibo akkauntim deyarli xayrlashuv xatlaridan iborat, deb hazillashadi u. 2025-yilning kuzida Daily Mail afsonaviy aktyorning shifoxonadagi suratini neyrotarmoq tomonidan yaratilgan deb e'lon qilib, uning o'limi haqidagi mish-mishlarni rad qilgandi. Shu sababli Chan hayotdan xayrlashishga tayyorgarlik ko'rganini oshkor qilishi muxlislarda shubha va hayajon uyg'otdi. Musiqa Jeki Chan faoliyatining doimiy va muhim qismi bo'lib kelgan. U nafaqat 150 dan ortiq filmlarda rollar ijro etgan, balki ba'zi filmlarning saundtreklarini ham yozgan. Ayniqsa Kung Fu Fighting qo'shig'i dunyo bo'ylab tomoshabinlarning katta e'tiborini qozongan. Avvalroq Jeki Chan ishtirokidagi Tig'iz vaqt franshizasining navbatdagi qismi suratga olinishi ma'lum bo'lgan edi. Tig'iz vaqt 4 loyihasi bilan Paramount kompaniyasi shug'ullanadi hamda Jeki Chan va Chris Tucker inspektor Li va detektiv Carter sifatida ekranlarga qaytadi.